Assalomu alaykum. Kitobimizning 70-betini misollarni birgalikda yechishga harakat qilamiz. Demak, birinchi misolga e'tibor beramiz. Ushbu misolda g'ildirak diametri va radius uzunligini toping degan balandlikni bizga bergan. Bu balandlik 60 sm. Ya'ni mana bu balandlik. Endi tasavvur qiling, shu 60 sm ga teng bo'lsa balandlik, balandlikni olib kelib o'rtasiga qo'yamiz. Bu nima bo'lib qoldi? Diametri bo'lib qoldi. Shuning uchun diametriga 60 sm deb qo'shmasdan yozsak bo'ladi. Endi radius qoidasi, radius topish uchun diametrda bo'lishimiz kerak 2 ga. Shu qoidadan foydalangan holda diametrni 2 ga bo'lib qo'yamiz. Shunda 30 chiqar ekan. Keyin navbatdagi misolga qaraymiz. Bu yerda diametrlar berilgan ikkala. Mana bu diametr, bu ham diametr. Endi C dan D gacha bo'lgan A dan B gachasi 18 bo'lsa, C dan D gachasini so'ragan. Ikkalasi ham diametr bo'lgani uchun bir-biriga teng bo'ladi. 18 sm ga teng. Navbatdagi misolni ko'ramiz. Endi navbatdagi misol bo'yicha A dan A gacha bo'lgan masofa 7 deyapti. A dan B gachasini toping deyapti. Ikkalasi ham nima bo'ladi? Radiuslar deyapti. Radiuslar bir-biriga nima bo'ladi? Teng bo'ladi. Shuning uchun buni ham 7 deb yozib qo'yamiz. Navbatdagisi bo'yicha diametrni bergan 24 sm ga teng. Endi biz nimani topishimiz kerak? Radius topishimiz kerak. Qoida. Radius topish uchun diametrni teng 2 ga bo'lishimiz kerak. Teng 2 ga bo'lib qo'yamiz, 12 ga teng. Va oxirdagi misolda radiusni beryapti, diametrni topyapti. Qoida nima edi? Qoida diametr degani 2 ta radius degani. Shuni 2 ga ko'paytirib qo'yamiz. 12 sm ga teng bo'ladi. Shunday qilib 70-betdagi misollar o'z nihoyasiga yetdi.